Assalomu alaykum, kanalimga xush keldingiz. Bugungi videoda qanaqa qilib ilovalarni yashirishni o'rgatamiz. Uning uchun bizlar hozir o'sha yerda xavfsizlik ilovasi bo'ladi. Shunga bosib pastiga o'tamiz va pastida yashirin ilovalar tugmasi chiqadi. Ko'zning rasmi bor. Shuni bosib ilovalarni yashirsangiz bo'ladi. Agar sizlarda yo'q bo'lsa, so'zlamalarga kiramiz va so'zlamalarda yashirin yozamiz. Yashirinni yozganda eng birinchi chiqadi. Shuni bosasiz va yashiradigan ilovangizni tanlaysiz. Masalan, bizlar Free Fire'ni va shu tagidagi o'yinni yashiramiz. Endi chiqib ketamiz. Endi chiqib ketsak, qarasak, yashirgan ilovalarimiz ko'rinmay qoladi ekranda. Buni qanaqa qilib topsak bo'ladi yashiringan ilovalarimizni desak, ikki qo'limizni olib ekranga suramiz. Mana hozir. Va ilovalar ikki qo'limizda surgan paytda ilovalar ekranga ko'rinib chiqadi. Yoqqan bo'lsa, podpiska bosing. Video hali oldinda.